bitta kitob ochib o'qigan bilan bolangizni dunyoqarashi bugun boshqacha edi, ertaga boshqacha bo'lib qolmaydi. Bu narsa yoshligidan, masalan, Elon Musk bo'lib tug'ilib qolmagan. Elon Musk bo'lishiga uydagilari sabab bo'lgan. Men Zarina Po'latova. Bolalar bilan ishlashda 7 yillik tajribaga ega pedagog-psixologman. Bugun sizlarga farzandingizni dunyoqarashini kengaytirishda hali hech kim aytmagan top usullar bilan bo'lishaman. Bular hatto maktablarda ham o'rgatilmaydi. Videoni oxirigacha tomosha qiling, eng foydalilarini bilib olasiz. Birinchi narsa suhbatlashish orqali bo'ladi. Suhbatlashish deganda to'g'ri suhbatlashish bor. O'tirib olib bekor gaplarni gapirib yoki shunaqa gaplar bor, parazit so'zlar deyiladi. Bitta gapimiz ham bolani kelajakdagi ovoziga, ichki ovoziga aylanadi. Shuni e'tiborimizga olgan holda bola bilan to'g'ri gaplashishni o'zimizda shakllantirishimiz kerak. To'g'ri baholash, to'g'ri kommentariy berish orqali biz bolani o'ziga emas, bolani qilgan ishiga baho berishimiz kerak. Shunda u o'z-o'zini ishini tanqid qilishi, ishiga baho berishi qobiliyati rivojlanadi. Bu ham dunyoqarashi eng birinchi omillaridan. Ikkinchi moment, bolaga savol beryapsiz. Qaysidir savolingizga sal noto'g'riroq javob berdi yoki umuman siz kutmagan javob berdi, siz bunaqa javob kutmagandingiz, noto'g'ri javob berdi. Shunda urushib, baqirib, kinoya qilib, tanqid qilib gapirsak, bola qayta siz oldingizda og'zini ochmaydi. O'shaning uchun noto'g'ri javobga to'g'ri gap bilan ta'sir qilishimiz kerak. Javobing uchun rahmat, sani javobing men uchun qadrli. Endi men javobim bunaqa deb o'ylab ko'rsak, qanaqa bo'larkan, nima deb o'ylaysan deganimiz o'sha boshqacha ta'sir qiladi bolaga. Xo'p, dunyoqarashi rivojlanishida kitob o'qish eng katta ta'sir qiluvchilardan. Lekin bitta kitob ochib o'qigan bilan bolangizni dunyoqarashi bugun boshqacha edi, ertaga boshqacha bo'lib qolmaydi. Bu narsa yoshligidan, 1 yoshidan boshlab shakllanadi. 1 yoshli bola kitob o'qimaydi, lekin kechasi uxlashdan oldin biza tushunsa o'sha 1 yoshga mos kitoblar bor. Yoshiga moslab kitob olib, kechasi kitob o'qib berish odati bilan uxlatishni o'rganishimiz kerak. Mana shundan boshlab dunyoqarash shakllanadi. Bolani mashg'ulotlarga berishdan hech qachon qochmaslik kerak. Nimaga? Masalan, hozir plavniyaga boryapti, suzishga boryapti, angliskiy yoki shaxmat shart emas degani emas. Shaxmat logiskiy mishleniyani oshiradi. Уже sal boshqacharoq o'ylashni boshladi. Ingliz tilini o'rganyapti. Bitta so'zni o'rganib keldi, mana shuni bilishni boshladi. Mozg, miyani neyronlari qanchalik ko'paysa, shunchalik biza fikrlashimiz doiramiz kengayib boradi. Sabr bilan bolani suhbat savollariga javob berish birinchisi. Ikkinchisi namuna. Mashhurlarning oilasini qarasangiz, boy oiladan chiqqan mashhurlar kam. Oddiy, o'rtahol, ishchilar oilasidan ko'p bo'ladi mashhurlar, lekin kitobga mehrli, dunyoqarashi sal boshqacharoq, fikrlash doirasi kengroq odamlarning farzandlari ko'pincha mashhurlikka nima desa bo'ladi, nomzod darajasiga chiqadi. Nimaga? Ular tanqidiy fikrlash doirasi keng bo'ladi. Bunaqa oilalarni nimaga? Ular faqat birovlarni o'tirib tanqid qilish emas, birinchi tanqidni o'zidan boshlashni biladi. Men bu yerda sal noto'g'ri qildim, men bu yerda qilsam to'g'ri bo'ladi. O'sha bola o'ziga o'zi savol beradi. Men bu yerda to'g'ri qilyapmanmi? Bu yerda to'g'ri kitob tanlamayapmanmi? Bu narsa menga kerakmi? Mana bitta savolni to'g'ri qo'yish orqali fikrlash doirangiz kengayib boradi. Shu uchun aytaman, ota-ona ko'p ishlaydi, bolamga nimadir qilib beray, uy-joy, mashina yo'q. Siz bolangizga to'g'ri tarbiya bering. Mana eng asosiysi shu. Siz bolangizga to'g'ri tarbiya berganingiz уже yarim mol davlat unga. Siz bergan tarbiyangiz bilan u o'zini juda yaxshi shaxs sifatida rivojlantiradi yoki aksincha. Keyingi asosiy bosqichlarning birinchi pog'onasi til o'rganish. Til o'rgangan bola o'z-o'zini cheklamaydi. Masalan, O'zbekistonda rus tilini bilish keng tarqalgan. Rus tili bizda как ikkinchi til. Bu bizga nima berdi? Literaturada, kitoblarda o'z-o'zimizdan cheklamasdan kitob o'qish imkonini berdi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa ingliz tili kirib keldi hozir. Ingliz tilini o'rgansa nima? Chet elga ketmaydi meni bolam, shart emas. Yo'q. Ingliz tilini o'rgansa, ingliz tilida kitoblar olib o'qiy oladi. Ingliz tilida informatsiya, ma'lumotlar o'qiy oladi. Gadjetlar salbiy tomoni ham bor, yaxshi tomoni ham bor. Salbiy tomonlarini kamaytirishimiz biz ota-onalarga bog'liq. Qanaqa qilib? Telefonni berayotganimizda nima maqsadda berayotganimizni aytishimiz kerak.
просто berib qo'yib, tupuk o'zimiz o'tirib yonida reels ko'rsak, telefon faqat shu maqsadda foydalanilar ekan. Yo'q, telefon masalan uyimizda Duolingo ingliz tili o'rganamiz. Значит, telefondan til o'rgansa bo'ladi deb bolam o'rganyapti. Keyin o'rganyapmiz. Ana unda o'zim ITni o'rganyaptim. Telefondan bitta приложение bor. ITni o'rganishim kerak. Soham как-никак IT bilan связано. Baribir ITga men o'zim metodistman-da. ITni o'rganishim kerak. O'shanda menga bitta platformani ko'rib qoldim, topib oldim. Shu yordam berdi. Ko'ryapsizmi? Telefon faqat reels tomosha qilish uchun, qayerda nima bo'pti bilish uchun emas. Telefon bilim o'rganish uchun. Telefon axborot qidirish uchun. Endi salbiy tomonlarini aytsam, noto'g'ri axborot, informatsiya, ma'lumotlar olib qolishi mumkin bo'ladi. Bunda nima qila olamiz? Har xil noto'g'ri ma'lumotlar olib, o'shanga ishonib ketmasligi uchun biz axborotni to'g'ri qidirishni o'rgatishimiz kerak. Uning uchun o'zimiz bilib olishimiz kerak. Qaysi manbalardan to'g'ri ma'lumotlar olsa bo'ladi, qaysi manbalardan foydali bilimlar olib o'rgansa bo'ladi. Buni o'zimizni sinab, birga farzandimiz bilan o'tirib o'rgatishimiz kerak. Maktab bolani dunyoqarashini yoki rivojlantiradi yoki sindiradi. Nimaga? Bola uydan-ku hamma narsa yo'q. Asosan maktabda rivojlanadi bola. Maktabda o'sadi. Nima qilish kerak? Maktabga bormaslik kerak. Maktab tanlayotganda ustoz tanlash kerak. Chunki maktabdagi sharoit, maktabning ko'rinishi, maktabdagi ovqatlar emas, ustoz bilan bo'ladi bola. Ustoz shu sinfda bolalarni dunyoqarashini shakllantiradigan odam, shu o'quvchilarni bir-biriga muhabbatini yoki aksincha shakllantiradigan odam ustoz bo'ladi. Direktor emas, maktab muhiti emas, sharoit emas, qimmat arzonligi emas, ustoz. Ustozni to'g'ri tanlashimiz kerak. Ustoz agar bolani qattiq disiplina, qattiqqo'llik bilan olib borsa, dars o'rgatish jarayonini yoki vazifa bajarish jarayonini qattiqqo'llikka ahamiyat bersa, ustoz bola xato qilishdan qo'rqadigan, xato gapirib qo'yishdan qo'rqadigan, o'z-o'zini cheklaydigan bo'lib qoladi. Yoki aksincha, ustoz ilhomlantiruvchi, rag'batlantiruvchi, xatolarini to'g'ri yo'naltiruvchi, xatolarga qanaqa to'g'ri yo'l topib berish mumkin, to'g'ri tuzatish mumkin, yo'naltiruvchi odam bo'lsa, bola kelajakda xatolardan ham yangi nimadir qilsa bo'ladi. Xatolar bu finish, tugatish, konец degani emas. Xatolar nabarot yangi nimanidir boshlanishi deganini tushuntiradigan odam ustoz bo'ladi. Shu uchun maktab tanlayotganda men aytaman, doim maktab emas, ustoz tanlaydi. Ustoz qancha ochiq, bolani rag'batlantiruvchi, ilhomlantiruvchi odam bo'lsa, shuncha bolani muvaffaqiyatli inson bo'lib yetishi ehtimoli ko'proq. Dunyoqarashni shakllantirish nimaga kerak? Dunyoqarashni shakllantirish bu umuman kelajakdagi hayoti qanaqa bo'ladi, shaxsiy hayoti qanaqa bo'ladi, kasbi, o'zi shaxs sifatida qanaqa shaxs bo'lib yetishadi, hamma narsa dunyoqarash bilan kelib chiqadi. Ana gap bor, bilsangiz, o'qish emas, o'qish kerak. O'qish mana shu dunyoqarash hisoblayman deb o'ylayman. Nimaga? Kasb tanlayotganda dunyoqarash qanchalik muhim. Agar bola kasbni faqat pul olib keluvchi narsa deb o'ylasa, umuman o'ylamaydi bu ish qanchalik foydali, qanchalik shaxs bo'lib yetishimda yordam beradi. Mashiniklar ham bunday qarasa kasb. Bunday qarasangiz, siz kasb tanlayapsiz, o'sha kasbda siz yashaysiz. Siz masalan ishxonada kun o'tkazyapsiz, hayotingizni bir kunini kasbingizga bag'ishlayapsiz. Bunday qarasangiz, hayotingiz o'tib ketyapti o'sha kasbingiz bilan. Nimaga bu pul olib kelmasligi kerak? Nimaga sizga zavq olib kelmasligi kerak? Nimaga siz yaxshi ko'rib qilishingiz kerak emas ishingizni? Shu dunyoqarashingiz sabab, siz ham kasbingizni dunyoqarashingiz sabab tanlagansiz. Mana ota-onalarimiz to'g'ri dunyoqarashimizni shakllantirishgan, biz to'g'ri kasb tanlaganmiz siz bilan men. Dunyoqarash kelajakni belgilaydi. Masalan,
yoshlikda nima eksang katta bo'lganda shuni olasan deydi-ku. O'quv markazimizda, IT akademiyamizda yurgan bolalarni ko'raman, o'qiyotgan bolalarni ko'raman, to'g'risi havasim keladi. Bularni уже kelajagi ta'minlanganda, balki aytishnik bo'lmas, dasturlovchi bo'lmas, kompyuter bilan shug'ullanmasa hayoti kelajagi davomida, lekin shu bolalarni tanqidiy fikrlashida, kommunikatsiyasi o'sishida, lider bo'lib yetishishida bizning hissamiz katta. Nimaga bilasizmi? Chunki bizda mana bu loyihalar taqdimotini o'zi har oy bo'ladigan bolani liderlik qobiliyatini o'stiradi. Faqat qilib bergan narsasini просто chiqib gapirib bermaydi bola. Bola qilgan narsasini prezentovat qilib berish kerak, taqdimot qilib berish kerak. Bu narsa katta narsa. Kimga qilib beradi? Boshqa ota-onalar o'tiradi, ularga qilib beradi, o'zini ota-onasiga qilib beryapti. Ko'ramanda havasim keladi ularni ko'rib, meni ham qizim shunaqa bo'larmikin bir yildan keyin deb o'ylayman. Hamma narsa bu IT akademiyamizda bekorga qilinmaydi. Bola olib kelyapti, dasturlashga o'qish boshlayapti. IT akademiyamizga bolalar dasturlashni o'rganamiz deb boshlashyapti o'qishida, keyin dasturlovchi bo'lmasamchi? Yo'q, ular хотя бы til o'rganishyapti. Хотя бы komanda bilan ishlashni o'rganishyapti. Yana omma oldida qo'rqmasdan gapirishni o'rganishyapti. Bu katta narsa. Men juda xursandman. IT akademiyamizda shu narsalarga katta e'tibor beramiz. Faqat kasb o'rgatish, bilim o'rgatish emas, bolani shaxs sifatida rivojlantiramiz. Biz значит katta ish qilyapmiz deb aytaman. Bizning kanalimizda sizni farzandingiz tarbiyasida, farzandingiz bilan bo'ladigan muloqotlarda kasb tanlash bormi? Har qanday savollaringizga javob tariqasida videolar va foydali ma'lumotlar joylab boramiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang va qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim.